qarab qo'yasizmi ku? Bemalol ko'ravering. Tanlovering aka keyin boraman. Aql kelgan tanlatib boraman. Bu yangilik ishlar kerakmi? Aka yangilik kelibdimi? Aka yangi. Voy, ko'ravering aka. Sifati zo'rmi oldingilarga o'xshagan? Odam bo'lmasdan savol bermasdan odam chat degan. Qarab olasizmi? Aka tanlovering boraman dedim-ku. Mayli. Ana oladigan odam bittada bo'lyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tavallar sifatli. Ko'ylak yaxshi zo'rin tanlang. Zo'r sizga yarashimi zo'r. Bizda faqat turistik tavallar bo'ladi aka. Bundan qimmatlari yarashadi sizga. Aka, shunchaki ko'ryapman. Boshqa kelyapti, oyoq kiyim ko'ryapti o'zi. Siz boshliq kelmadi, adashmayapsizmi? Mana qarang aka, oyoq kiyim kiyyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, odamlarni toifalamanglar deganlar. Ajratmanglar deganlar. Odam bilan odamning orasida hech qanaqangi farqi yo'q. Bitta fazilat taqvosi bilan o'sha insonning maqomi baland bo'lishi mumkin xolos deganlar.